Bolam, onang pishiradigan oshga o'xshatdi-ku. Osh dadajon. Rahmat senga qizim. O'zi onangning vafotidan keyin ancha siqilib qolgandim. Senga ham deyarli e'tibor bera olmadim. Shunday qilib, uyda o'tirib qoldim. Lekin sen ikkalamiz uchun ham harakat qilaverding. Bilasanmi? Shifoxonada yotganimda bu haqda juda ham ko'p o'yladim. Aslida onangning o'rnida men bo'lishim kerak edi. Dada, unaqa demang. Urushib qolamiz hozir. Hop. Shunchaki senga aytmoqchiman. Bilasanmi? Endi tuzalib olganimdan senga yordamchi bo'laman. Men ham ishlayman. Kattami, kichikmi ish qilib, kamchiliklarni to'ldirib, axir seni ham turmushga berishim kerak. Dada, sizga meni qiynalyapti deb kim aytdi? Men o'zim yoqtirgan sohada ishlayapman. Pulimiz ham bor. Siz ishlashingiz shart emas. Siz oldimda sog' salomat bo'lsangiz bo'ldi. Duo qilib tursangiz bo'ldi. O'zimni asal qizim, aqlli qizim. Men qara. Axir osh sovib qoladi-yu. Ol qizim, ol. Bo'ldi. Olayver. Bay. Xavotir olma o'g'lim. Dadang ichki ishlarga xabar berishga ketdilar. Men og'aynim bilan bir ikkita joylarni ko'rib kelay. Siz uyda bo'lib turing. Men ham sizlar bilan borsammi-da, uyda ezilib ketishim aniq. Akbarjondan xavotir olganimdan hamma yog'im titrab ketyapti. Men o'zim qarab kelay. Balki ungacha kimdir Akbarni uyga olib kelar. Shuning uchun shu yerda bo'lganingiz ma'qul. Mayli. Ilohim o'g'lim topilsin-da. Top. Biror bir yangilik bo'lsa menga tezda aytgin o'g'lim, xo'pmi? Xo'p. Nega indamayapsiz dadasi, gapiring. Bu voqealarni xotirjam qabul qilishingizga qaraganda siz avvaldan bilgansiz. Lekin qanday qilib? Chidolmayman. Xotin, sen bilmaydigan ba'zi narsalar bor. Uni keyin gaplashamiz. Qachon gaplashamiz? Hozir ayting menga. Hozir ayting. Xotirang pand beryapti. Boshimizga og'ir kunlar tushgani esingdan chiqdimi? Lekin men haligacha eslayman. Unutganim yo'q. Siz qaysi kunni aytyapsiz? Ana shuning uchun men senga sog'ayib olgin deyapman. Xavotir olma. Men qilayotgan bu ishlarning hammasini o'ziga yarasha sabablari bor. Sog'ayganingdan keyin gaplashamiz. Menga seni sog'lig'ing kerak. Ana, Assalomu alaykum. qizim ham keldi. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. Akang senga uy topibdi. Bugun ko'chamiz. Voy, shunaqa tezmi? Xasi, hali ko'rsada, juda ham chiroyli uy. Buncha shoshmasanglar. Bo'ladigan ishi bo'lgani yaxshi. Chemadaning ham tayyor. Akang olib chiqib qo'yadi. Endi bu yog'iga hammasi kuchayadi. Yana ozgina yo'l qoldi. Hamma ishimiz reja bo'yicha ketyapti. Aytgancha, bolakay masalasi nima bo'ldi? U ish bitdi. Bugun bolani bobosi olib ketdi. Ikrom aka ko'rdimi? Ular o'zini ishlari bilan yurgandilar. Lekin Ikrom akani o'ng qo'li hammasini ko'rdi. Meni juda maqtadilar. Yaxshi ham siz ishga olgan ekanmiz dedilar. Hali hammasini Ikrom akaga ham yetkazadilar. Menimcha rejamiz o'ylaganimizdek ketyapti. Juda ham yaxshi. Ovqatimiz ham tayyor bo'lib qoldi. Ovqatlanib bo'lib, seni yangi uyga ko'chiramiz. Choydan ichinglarchi. Xo'p, oyi. Akbarjon qayerda sana? Unga nimadir bo'lsa, ko'chadagi odamlar yordam berishgan bo'lardi-ku.
Unga hech narsa bo'lmagan. Hech narsa bo'lmagan. Xonim. Mana shuni ichib oling. Nima bu? Tinchlantiruvchi dori. Akbalni o'ylab ko'p siqilyapsiz. Qon bosimingiz ham oshgan bo'lsa kerak. Yuragingizga biroz yordam bo'ladi. Ichib oling. Biroz tinchlanasiz. Rahmat. Arzimaydi. Yana biror narsa kerak emasmi? Yo'q, kerak emas. Xavotir olmang, xonim. Hammasi yaxshi bo'ladi. Akbar ham aqlli yigit. Menimcha shunchaki toza havoga chiqqan bo'lsa kerak. Toza havoga? Yaxshisi keting. Hozir sizga ortiqcha gapirib xafa qilib qo'yaman. Men shunchaki mayli, uzr. Keting. Kel bo'rivoy, yaxshisi men senga qo'shiq aytib beraman. Tom boshida tog'ora, ha bolalar, tog'orada zog'ora. Ha, zog'orani yopolmaydi, oda choli kampir ovora. Zog'orani yopolmaydi, oda choli kampir ovora. Yoqyaptimi bo'rivoy? Albatta, yoqyapti. Yorib ketaman deydi-yo, ketkizgani qo'ymayman. Yorib ketaman deydi-yo, ketkizgani qo'ymayman. Voy. Ovqati hidi shunaqa mazaligi, g'ijjiydi nolasiga o'xshaydi-ya. Qonim tatalab ketdi. Ovqat ber. Birpas sabr qilib turing, 5 daqiqada pishadi. Menga sabr o'rgan, qolgani ichimda pishib ketadi. Ishtaham ochilib ketdi, bo'laqa. Bir ham besabrsiz-ki. Hozir hamma kelsin, birga ovqatlanamiz. Siz ovqatlansangiz qarab turmaymiz-ku. Sabr qiling ozgina. Yana sizlar bilan yo'raman nima? Nima qilibdi? Mayli, o'zingiz bilasiz. Qanaqa qilib xohlasangiz, ochib yuring. Voy, bitta ovqat qizg'anasan-e. Xayriyat shu yerda ekansan. Oyim bilasanmi qanchalik xavotir olayotganlarini? Nega hech kimga aytmasdan uydan chiqib ketding? O'zim ham shu yerda bo'lsang kerak deb o'ylab shu yerga keldim. Senga bunaqa tomoshalar yoqadimi? Zo'r. Lekin men xafaman. Nimaga? Samira ketib qoldi. Buni bildim. Oyim aytdilar. Samira keladi-ya. Keladi. Albatta keladi. Uni borib olib kelamiz. Iltimos, Akbar, sen bizani boshqa qo'rqitma. Hech qachon o'zing yolg'iz ko'chaga chiqib ketma. Xo'pmi? Aka. Hozir sen shu yerda o'tirib turgin. Men u bola bilan gaplashib kelay. Xo'pmi? Xo'sh, uy yoqdimi? Katta ekan aka. Menga bir xonali kichkinaroq uy ham bo'lardi. Uy yaxshi narsaga chiqib qolgan, shunga oldim. Uy egalari ham yaxshi odamlar ekan. Qani, yurtimiz tinch bo'lsin, ishlarimiz ilgari bo'lsin, hammaning farzandi sog' bo'lsin. Aka, menga uy juda ham yoqdi. Voy. Mana maqsadlarimizga ham yaqinlashib qoldik. Anu bolaki ham sog'ayib ketdi.
Ikrom akani ishonchiga yana ham kirishishing kerak. Seni xato qilishga haqqing yo'q. Necha yillik qasosimni olishing kerak. Endi sen bilan kamroq ko'rishamiz. Ammo Ikrom aka biz haqimizda bilish kerak emas. Sen biz to'qigan hikoyani ichida yashaysan. Meni tushunding-a, qizim? Hammasini tushundim, oyi, xavotir olmang. Hammasi siz aytgandek bo'ladi. Yaxshi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bering. Yaxshimisiz, oyi? Assalom. Yaxshiman. Oyi, nega birdan bunaqa bo'ldi? Yo'q. Ahvolingiz yaxshimi? Bilmayman. Hammasini gaplashamiz, qizim. Feruza oyini ichkariga olib kir, biroz damini olsin. Xo'p. Yaxshimisan, Samira? Biz Samira bilan keyinroq kiramiz. Xo'p. Tinchlikmi ish qilib? Ha, sen kirib damingni olaver. Yuring, oyi. Yur. Mana bu sizga. Rahmat, tomosha yoqqanidan xursandman. Sizdan bitta narsa so'ramoqchi edim. Xo'sh, nima ekan? Eshitaman. Sizlar har doim shu yerda tomosha qo'yasizlarmi? Boshqa joyda ham ishlaysizlarmi? Biz teatrda ham ishlaymiz. Bo'sh vaqtimizda shunaqa ommaga tomosha qo'yib turamiz. Yaxshi. Sizga bir taklifim bor edi. Qanaqa? Mana bu o'tirgan mani ukam. Ko'rib turibsiz. Biroz nogironligi bor. Lekin juda ham aql. Xo'sh, bizga nima xizmat aka? Bilasiz, ukam sizlarni tomoshalarni juda ham yaxshi ko'radi. Bugun ham shuni deb uydan chiqib ketibdi. Hozir ruhiy ahvoli biroz yaxshi emas. Qarasam, sizlarni tomoshalarni ko'rib o'tirgan ekan. Agar xo'p desangiz, shu tomoshalarni bizning uyimizga borib, haftada 2 martami, 3 martami qo'yib bera olasizlarmi? Bilmadim aka, o'ylab ko'rishimiz kerak. Sherigim ham bor. U bilan ham bir maslahatlashib ko'ray. Aha, mayli. Siz vaziyatingizga endi ukam xursand bo'lsa, yura qol. Ehtiyot bo'l. Ish qilib. Akbar tezroq topilsin-da. Farida opa juda qattiq asabiylashib yuribdi. Ish qilib birorta qo'rga tushib ketmagan bo'lsin-da. Yaxshi yura olmaydi-yu. Nima, shaharda senga quvurlar ochiq yotibdimi? Yaxshi niyat qilsang-chi? Nega unda haligacha topilmayapti? Uni qidirmayotgan odamning o'zi yo'q. Axir biror kishi uni Akbarjon hech kimga bildirmasdan ko'chaga chiqib ketgan. Demak, hammasiga sen aybdorsan. Seni bir narsa qilib qo'ymasimdan qani uyimdan yo'qol. Menga unaqa qaramalaring. Uyimdan ket dedim senga. Hozir o'zimda emasman. Yaxshilikcha uyimdan chiqib ket. Sen o'rningga boshqasini olamiz. Farida opa, iltimos, bir marta kechiring. Qizimni bitta o'zi qayerga boradi? Bunisi bilan meni ishim yo'q. Chiqib ketadi uyimdan. Lekin agar Akbarjonga nimadir bo'lsa, hammang ketasan uyimdan. Men hozir mahallaga chiqib kelaman. Qaytib kelganimda seni qorangni ko'rmay.
Dada tinchlikmi? Mana, oyingam o'ziga kelib qoldi. Hozir senga har narsa deydi, janjal ko'tarishi mumkin. Endi nima bo'lgan? Sizni uyingiz o'sha yerda. Eringiz yashayotgan joyda. Bu sirni avval lekin endi hammasi oshkor bo'ldi. Lekin sir ochiqlangan bo'lsa ham hech narsa o'zgargani yo'q. Bu haqda ikkalamiz ham bilamiz. Yana oyini gaplariga kirib aynib qolmang deyman-da qizim. Nimaga dada? Aynan qaysi biridan? Nogiron erim bilan baxtli hayotimdanmi? Yoki meni faqatgina o'g'li uchun yoqtiradigan insonlardanmi? Yo, to'rt devordan nariga chiqmaydigan baxtli hayotimdanmi, dada? Nimadan aynib qolmang? Bu dunyoda mendan baxtli inson bormikan? Qanaqasiga aynib qolishim mumkin? Xavotir olmang. Bilaman. Meni hayotimni qaynotam bilan savdolashgansiz. Lekin afsus. Juda arzon sotibsiz. Men hozir oyim yonlarida bo'lishim kerak. Shirin? Labbi oyi. Mayli, biz endi boramiz. Darrov ketyapsizmi oyi? Bormasak bo'lmaydi. Xo'p. Oyi, siz pastga tushib turavering, men hozir chiqaman. Bo'pti qizim. Bo'pti, Yaxshi oyijon, o'tir. yaxshi yetib oling. Xo'p. Shirin. Oyimni oldida senga gapira olmadim. Hozir senga bir jiddiy ishni yuklamoqchiman. Xo'sh. Nima ekan? Mana, seni alohida joyga joylashtirdik. Endi Ikrom akaga yana ham yaqinroq bo'lishing kerak. Bilaman aka. O'zi shuning uchun keldik-ku bu yerga. Yo, sen meni tushunmayapsan. Keragidan ortiqroq yaqin bo'lishing kerak. Meni tushunyapsanmi? Hozir uni burnidan ilib olmasak bo'lmaydi. Nimalar deyapsiz aka? Shunda men hozir Ikrom aka bilan Ha, aynan shunday. Singlim, boshqa ilojimiz yo'q. Buni hozir nozik joydan ushlashimiz kerak. aka, siz o'ylab gapiryapsizmi? O'ylab gapiryapman. O'zingizga shunaqa gaplarni aytyapsizmi? Yo'q. Yo'q. Men buni hech qilmayman. Agar boshida shu narsalarni aytganingizda, men rozi bo'lmasdim. Shirin, iltimos, gaplarimni yaxshilab eshitib ol. Bu yerda hozir aka-singillikdan ko'ra bizni qasosimiz ustun turibdi. Yo'q aka. Men bunga hech qachon rozi bo'lmayman. Shirin. Yoshligimiz qanaqa o'tganini esdan chiqardingmi? Oyim, sen, men ko'chada yomg'irda pista sotganimizni eslaysanmi? Kechalari bilan oyim yig'lab chiqardi. Nima, hammasi esingdan chiqdimi? Maktabga yirtiq oyoq kiyimda borganlaring-chi? Hammasi esingdan chiqdimi? Shuncha yillik qilgan rejamizni seni hissiyotlaring bilan barbod qilmoqchi emasman. Orqaga yo'l yo'q. Tushunyapsanmi? Biz bu oilani barbod qilishimiz kerak. Lekin aka... Bo'ldi, o'sha ravozingni. Asabimga o'ynama. Endi esa ishga kirish.
Ana oyi, hammasi siz deb bo'ldi. Menga qarash deb qo'ymadingiz. Mana, Akbar qochib ketganiga uydan haydalib o'tiribman. Hozir Farida opa alamini kimdan olishni bilmay o'tiribdi. Shunga asabiylashib gapirdi. Akbar topilsin, hammasi joyiga tushadi. U topiladimi yo'qmi? Mana men ketyapman-ku. Hozir qayerga boraman, oyi? Hozircha biror kichik mehmonxonaga borib tur. Hammasi joyiga tushgach, men Farida opa bilan gaplashib seni chaqirib olaman. Shuni, hozir gaplashing. Ular menga baqirayotganda hech narsa demadingiz-a, oyi? Hozir mavrid emas. Axir ko'rding-ku? Hozir Farida opa qattiq asabiy yuribdi. Hali Ikrom aka ham keladi. Mavrida bo'lishi bilan seni qaytarishlarini so'rayman. Bekor bo'ldi-da shu ish. Voy, bir-ikki kun amallab tur endi. Akbar topilsin, seni albatta bu uyga qaytaraman. Tushundingmi? Xo'p. Ish qilib tezroq topilsin-da. Keling, mana shu choyni ichib oling. Ichib oling, oyi. Hozir ichkim kelmayapti, qizim. Oyi, nima bo'ldi o'zi? Menga hech kim hech nima aytmayapti. Nega siqildingiz o'zi? Mana nimaga siqildim? Singlingni Gulday hayotiga siqildim, qizim. Samira, tinchlikmi? Nima bo'ldi? Yo, Shohruxga nimadir bo'ldimi? Qanaqa Shohrux? Ular boshda meni aldashgan ekan. Singlingning eri Shohrux emas. Ana bu nogiron ukasi Akbar ekan. Tushunyapsanmi? O'sha nogiron Gulday singlingning eri. Qanaqasiga? Mana ozgina qoldi. Deyarli kelib qoldik. Qayerga? Qayerga bo'lardi? Uyga-da, uka. Yo'q. Samira oldiga boramiz. Samirani ham oldiga boramiz. Oldin uyga kiraylik. Hamma sendan xavotirda hozir. Oyingni ko'ngillarini tinchlantiraylik. Ana undan keyin Samiranikiga boramiz. Xo'p. Lekin Samira qaytib kelmasa-chi? Albatta. Albatta keladi, senga va'da beraman. Aka, mana shu yerda chetroqda to'xtating. Xo'p bo'ladi. Mana yetib keldik. Qani ke, uka? Ehtiyot bo'l. Akbarjon, bolam. Jonim o'zimni. Yaxshimisan, jon bolam? Nega onangni qo'rqitasan? Qayerda eding? Ha? Hamma yog'ing yaxshimi? Xiyobonda tomosha qo'yiladigan bir joy bor. O'sha yerdan topdim. Xiyobon? Tomosha? Ha, qo'g'irchoq tomoshasi. Akbarga ularni tomoshasi rosa ham yoqadi. Jon bolam, shunaqa niyating bor ekan, menga aytmaysanmi? O'zim seni olib bormaymanmi? Bolajonim boshqa meni bunaqa qo'rqitmagin, xo'pmi? Qara, toliqib qolganingni qara. Qorning ham ochib ketgandir. Qani yur. Yur ichkariga kiraylik. Samirani ko'ylagi. Samirani ko'ylagi? Ko'ylak mashinada qoldi. Samiraga boraman. Boramiz o'g'lim, boramiz o'g'lim. Hozir emas, hozir uyga kiraylik, xo'pmi? Yur, yura qol. Men hozir ko'ylakni olib Birpasda meni olgin, xo'p? Xo'p. Oyim nima deyaptilar? Shu gap rostmi? Sen rostdan o'sha nogironga turmushga chiqdingmi? Qaysi qiz shu taqdirga rozi bo'ladi, opa? Nima men bila turib shunaqa qilarmidim? Meni aldashdi. Ko'z oldimda tomosha qo'yishdi. To'yda Shohrux ukasini o'rniga kuyov bo'lib o'tirgan ekan. Nikohda esa meni aldashdi. Baribir tushuna olmayapman.
Nega haqiqatni bilganingdan keyin jim yashab keturding? Nega bizga aytmading? Men o'sha kuniyoq uyga kelganman. Nega o'sha kuni hammasini ochiq oydin menga aytmading, qizim? Men ular hammamizni aldashgan deb o'ylagandim. Keyin bilsam hammamizni emas ekan. Ya'ni Meni hammasidan xabarim bo'lgan. Samirani men o'sha nogiron bolaga uzatdim. Kimlarni ko'ryapmiz? Malikamiz kelibdilar-ku. So'yloftish, o'zing qalaysan? Bugun so'yloqtish emasman. Bugun ritsar qarshingda o'tiribdi. Ha yo'q, Sanjar kelmadimi? Yo'q. Bugun zarur ish chiqib qolganmish. Shunga o'rniga men chiqaman. Ha, yaxshi. Birinchi marta ritsar bo'lar ekansan-da. Aslida qalban ritsarman. Malikalarning ko'zi shahzodalarda bo'ladi. Ha, na iloj. Dramaturg shunaqa yozgan. Asar o'zgartira olmaymiz-u. To'g'ri aytasan. Ha, Zumrat, boya ko'chada tomosha qo'yayotganimizda bir yigit keldi. Xo'p. Uni nogiron ukasi bor ekan. Uyda ham tomosha qo'yasizlarmi deb so'radi. Yaxshigina pul to'larkan. Telefonini qoldirib ketdi. Shunda ularni uyiga borib tomosha qo'yishimiz kerakmi? Qachon? Qaysidir kun emas. Imkon bo'lsa har kuni dedi. Rostdanmi? Qancha to'larkan? Bilmadim. Agar qiziqsak, spektakldan keyin telefon qilib ko'ramiz. Mayli. Agar yaxshi to'laydigan bo'lsa, men roziman. Bo'ldi. Unda haliroq telefon qilamiz. Hozir endi tayyorlanaylik. Faqat esingdan chiqib qolmasin. Xo'p. Bo'ldi, bolam, bo'ldi. Menga qara, Akbar. O'zingni bos. Birpasda Samira ketib qoldi. Hozir menga qara. Hozir Samira oysini oldida. Oysi biroz betob bo'lib qopti, bolam. Tuzalib, keyin qaytib keladi, bolam. Bo'ldi. Bo'ldi, Akbar, o'zingni bos. Bo'ldi. Kelmasa-chi? Keladi, o'g'lim, keladi. Agar kelmasa, o'zim borib olib kelaman. Tinchlan. Qani? Bo'ldi. Xotirjam bo'lib yoting. Biroz. Aldayapsizlarmi? Aldayotganimiz yo'q. Bo'ldi, bolam. Qani? Ehtiyot bo'l. Bo'ldi. Damini olgin. Kela qol. Ana, ehtiyot bo'l. Qani? Bo'ldi. Samirani oyisini ahvoli hozir yaxshimi? Men bilmayman. Dadang ketdi u yerga. Men san oldinga bordim. Keyin Akbarjon yo'qolib qoldi. Voy, esim qursin. Akbarjon topilganini dadangga aytmabman. Hozir telefon qilib qo'ying. O'sha bolani nogiron ekanligini bilgan ekansiz. Qanaqa qilib ko'zingiz qiydi? Yoki o'shalarni boyligiga uchdingizmi? O'sha Ikrom sizga qancha pul berdi? Nimaga bunday qildingiz? Gapiring. Gapirma. Bu yerda pulni hech qanday aloqa yo'q. Men lafz qilganman. Qanaqa lafz? Dada, gapiring iltimos. Jim turmang, gapiring. Qilar ishni qilib qo'yib, nega indamaysiz? Nega shunday chiroyli qizimni olov ichiga otdingiz? Men afg'on urushida
Ikrom bilan birga qatnashganman. U meni o'limdan qutqargan. Meni jonimni saqlab qolish uchun ko'ksini qalqon qilgan. O'shanda men undan jon qarz ekanligimni aytib lafz qilganman. Qizimni unga beraman deb va'da berganman. Nogironligini bila turib, shunga rozi bo'ldingizmi? Qizingizni o'ylamadingizmi? U paytlar bolalar hali kichkina edi. Akbar ham soppa sog'lom bola edi. Keyinchalik baxtsiz hodisa ro'y berib, Akbar nogiron bo'lib qoldi. O'zi yaxshi yigit. Men hech narsani bilmayman. Haliyam kech emas. Qizim o'sha nogiron bilan yashamaydi. Qaytib ularning xonadoniga qadamini bosmaydi. Bo'ldi oyi. Hozir ahvolingiz og'irlashib qoladi. Alo. Xo'p, tushundim. Hozir boraman. Oyi, men shifoxonaga borishim kerak bo'lib qoldi. Nega? Tinchlikmi? Operatsiyada o'lim holati kuzatilgan bo'lsa, ikkita mayit bor deyishyapti. Ularni morgga joylab kelishim kerak. Kam, shu uchun hamma ishlar o'zimga qolib ketgan. Yaxshi, unda borib kelaver. Eshikni qulflab olaman. Men siz qo'rqmaysizmi? Tag'in ham Shirin endi uyda yo'q. Nima? Qo'rquv? Men ikkita bola bilan ko'chada qolgan ayolman. Qo'rquv qoptimi menda? Sen xotirjam ketaver. Agar u yerda qoladigan bo'lsang, menga qo'ng'iroq qilib qo'y. Xo'p, yaxshi o'tiring oyi. Yaxshi bor. Mayli. Eshitaman. Nima gap? Opa, biz hal qildik. Men aytganimday bo'ldimi? Ha, opa. Bu boshqa gap. Ertaga pulingni olasan. Rahmat, opa. Bo'pti. Tushundim. Xo'p. Farida opa. Xudoga shukr, Akbarjon topildi. To'g'ri, ayb bizdan o'tdi. To'g'rirog'i mendan o'tdi. Qizimga oshxonani ishlarda qarash bor deb men chaqirgandim. Uzr. Bo'lar ish bo'ldi. Muhimi, Akbarjon o'g'lim endi uyda. Ha, to'g'ri. Shunga Guljamolga telefon qilib chaqirsam degandim. Bechora qizim xavotirlanib yuribdi. Qayerga chaqirasan? Uyga qaytib kelsin degandim. Akbarjon topildi-yu. Akbarjon topildi degani qizing aybsiz degani emas. Kemasin. Lekin Akbarjonga dorilarni berish kerak, uni ovqatlanishi. Buguncha o'zim qarayman. Shundoq ham o'g'limni mazasi yo'q. Erta-indin boshqa qiz topiladi. Voy, Farida opa, unaqa qilmang. Iltimos sizdan. Bu xato umuman boshqa qaytarilmaydi. Qizingga achinsang, ana, istasang ortidan bor. Men esa o'g'limni boshqa xatarga qo'yish niyatim yo'q. Ha, birdan nimaga bunaqa bo'ldi? Og'riyotgan bemorlar ko'pmi? Ha aka, bugun operatsiyadan chiqqan bemorlar ko'p bo'ldi. Nima, mayitlar ko'payib ketibdimi? 3 ta. Ikkitasi tashqarida. Tushunarli. Ish qilib, mayitlardan qo'rqmayapsanmi? Yo'q aka, nimaga qo'rqaman? Bu yerdan oldin ham ancha ishlaganman. Unda yaxshi. Ishni boshlaymiz. Xo'p.
Shohrux. Nega bu yerda o'tiribsan? Sen ham bugun shifoxonadan chiqqansan. Xonangga kirib, biroz damingni ol. Men yaxshiman. Shunchaki kecha bo'lgan ishlar haqida o'ylayotgandim. Samiraning oyisi haqiqatni bilgan bo'lsalar, endi uni qaytishiga ruxsat berarmikanlar? To'g'risi, jahl ustida haqiqatni aytib o'rganimga o'zim ham afsuslanyapman. Men Samirani yo'qligi Akbarjonni shunchalik bezovta qiladi deb o'ylamaganman. Uydan chiqib ketishgacha boribdimi? Demak, Akbarjon Samirani rostdan ham sevar ekan. Men dadang kelsinlar-chi, balki biror bir reja o'ylarman. Akbarni oldin bunaqa holatda ko'rmagandim. Yo'l bo'yi Samira deb keldi. Unga Samirani qaytaramiz deb va'da berdim. Aks holda uyga qaytmasdi. Akbarjon uchun nima qilish kerak bo'lsa qilamiz. Samirani oyisi o'ziga kelib olsin, balkim o'zim borib uni olib kelarman. Ana, dadang ham keldilar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom Shohrux. Yaxshimisan? Tuzumsan bolam? Rahmat. Ko'zlaringni ochib, qarshimda turganingdan xursandman bolam. Seni oldinga bora olmadim. Uzr. Hammasi joyida dada, unaqa demang. Oyim bo'lgan voqealarni aytib berdilar. Shunaqa. Akbar xonasidami? Ha, xonasida, uxlayapti. Men kirib chiqay. Keyin gaplashamiz. Xo'p. Nima bo'ldi aka? Menga cho'chima deb o'zingiz qo'rqib ketdingizmi? Ey, Doston aka, tinchlikmi? Hammasi joyida. Sen borib mayitlarning hujjatini olib kel. Meni esimdan chiqibdi. Xo'p, hozir olib kelaman. Oyi, bu sizning ishingizmi? Nimani aytyapsan? Hozir men Ozodning jasadini ustida turibman. Buni siz qildingizmi? Bu telefonda gaplashadigan gap emas. Har nimani valdirayverma. Oyi, men tushunmadim. Nimaga bunaqa qildingiz? Senga bu telefonda gaplashadigan gap emas deyapman. Menga ayting, bu sizning ishingizmi yoki yo'qmi? Ha, meni ishim bo'ldimi? Oyi, nega bunday qildingiz? Buni boshqa yo'l bilan hal qilsa ham bo'lardi-ku. Boshqa chorasi bor-edi-ku. Men oilamizga, rejalarimizga xavf solayotganlarni yo'limda turishini umuman istamayman. Sen xavotir olma. Hammasi toza bo'ldi. Unga biz aloqamiz yo'q. Sen doimgidek ishingni qilaver, bolam. Oyi, nima ishlarga aralashib yuribsiz? Nima shu darajaga yetib keldingizmi? Menga qara. Senchi ko'p hissiyotlarga berilmasdan ishingni qilgin, xo'pmi? Yana gaplashamiz. Meni kechir do'stim. Allo, eshitaman. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz Shohrux aka? Va alaykum assalom. Yaxshi, rahmat. O'zing yaxshimisan? Oying ahvollari yaxshimi? Rahmat, ancha yaxshi. Sizni komaga tushib qolganingizda juda qattiq qo'rqib ketdim. Xayolimga har xil narsalar keldi. Xudoga shukr, o'zingizga kelibsiz.
Sog'ligingiz yaxshimi? Ha, hammasi yaxshi. Hech nima bo'lmaganda yuribman. Unaqa bo'lsa yaxshi. O'zingizga kelganingizni eshitib, qo'ng'iroq qilay degandim. Mayli, siz ham bezovta qilmang. Akbar bugun qochib ketdi. Bundan xabaring bormi? Dadajon aytuvdilar. Nima bo'ldi? Ular topildimi? Ha, topdim. Uni holati yaxshi emas. Sen ketganingdan beri u boshqacha bo'lib qolgan. Shohrux aka, men bu haqida gaplashmoqchi emasman. Men sizdan xabar olay deb telefon qildim xolos. Bu yerda nima bo'lganini aniq bilmayman. Lekin Samira, sen uyga qaytishing kerak. Uyga? Kim uchun? O'zingiz uchun qaytishimni xohlayapsizmi? Yo ukangiz uchunmi? Albatta ukam uchun. Men to'ydan keyin uyga kelib hammasini aytmoqchi edim, lekin mazzalar yo'qligini ko'rib, hammasini ichimga yutdim. Akbar Samirasiz yashashga qiynalsa, uni ko'rgisi kelib sog'inib harxasha qilaversa, borib Xudodan uzr so'raysan. Yo'q, Guljahon bu uyga qaytmaydi. Akbarga qarashga boshqa odam topamiz deydi. Ha, endi sizni tabiblarnikidan qolishmaydigan qimmatli maslahatlaringizga amal qila olmayapmiz-da. Men tirik ekanman. Qizim, seni uzindonga tashlab qo'ymayman. Ketma, meni ketma. Men umuman sen bilan yashashga majbur emasman. Tinch qo'y meni. Kundaligini o'qib qolganimda bir yigitga ko'ngil qo'yganingni bilgan edim. Seni o'z otang hayotingni barbod qiladi deb hech o'ylamagan ekanman. Unda yaxshi. Ishni boshlaymiz. Xo'p.